O'g'limizni ertaga dachaga borishga ruxsat so'radilar. Lekin men unga qo'ygan uslubi ham nima bo'ldi? Sunnatni 11 ta duosini yodlash. hayotingda bugun kecha amal qilayotgan hayotingdagi sunnatni nechtasini aytib bera olasan? 11 tasini. Birinchi uyg'onishdan boshlaymiz. Bismikallohumma amutu va ahya. Yotishdachi? Ixlos Falaq Nasr 3 marta qaytarasiz va o'zingizga dam solasiz. Xo'p. Endi kiyindingiz. Keyingiz alhamdulillahillazi saqani va haza as-sawba wa razaqani min g'ayri hawlin minni va la quwwa. Endi ko'chaga chiqdingiz. Yo, kiyim yechishdan keyin. Aha, kiyim yechishdan. Yechishda bismillah imenim Allohga. Endi ko'chaga chiqibsiz. Bismillahi tawakkaltu alallohi la hawla va la quwwata illa billah. Endi uyga kirdingiz. Bismillahi walajna va bismillahi kharajna va ala robbina tawakkalna. Endi mashinaga o'tirdingiz. Subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin va inna ila robbina lamunqalibun. Endi ovqatlanish. Ovqatlanishdan oldin qo'lingizni yuvasiz va bismillah imenim Allohga. Keyin ovqatdan so'ng Allohumma inni at'amani hadha at-ta'am wa razaqani min ghayri hawlin minni wa la quwwa. Deb qo'lni yuvasiz. Mashalloh. Yana qaysi sunnat qoldi? Endi hojatga kirish. Hojatga kirish. Chap oyoq bilan kirasiz. Allohumma inni a'udhu bika minal khubzi wal khaba'is. Khaba'is. Va chiqishda G'ufronaka. mashalloh. O'ng oyoqda chiqasiz. Ertaga sizga ruxsat.